Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz raqamli iqtisodiyot fanidan birinchi mavzu. Bu raqamli iqtisodiyot fanida, demak, men Qandar Ulug'bek Husanovich, iqtisodiyot va muhandislik fanlari kafedrasi dotsenti. Demak, birinchi mavzu bo'yicha mavzuni qisqacha bayon qilib beraman. Darsimizni rejasi raqamli iqtisodiyot tushunchasi tarifi, rivojlantirish modellari. Ikkinchi rejani raqamli iqtisodiyot atamasining paydo bo'lishi. Uchinchi rejani raqamli iqtisodiyot tushunchasi. Umuman 3 ta reja bo'yicha sizlar bilan bugun dars olib boramiz. Darsimizda asosan quyidagi ko'rsatkichlarni qarab chiqamiz. Bu ko'rsatkichlar, demak, bu ko'rsatkichlarımizdan biri raqamli iqtisodiyotning paydo bo'lishi, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari, ya'ni AKT va global internet tarmoqlari bilan demak bog'laydigan tasavvur qilib, o'shani bog'laydigan tushunchalarni ko'rib chiqamiz. Raqamli iqtisodiyot, AKT va internet tushunchalar bir-biri bilan uzviy bog'langan. Bu qachondan boshlandi degan savol bo'lishi mumkin. Raqamli iqtisodiyot bu 1995-yilda vujudga kelgan. O'sha paytlarda boshqa internet tarmoqlari uncha mavjud yo'q edi. Ijtimoiy tarmoqlarda asosan televizor, radio orqali ma'lumotlar uzatilgan, olinib borilgan. Endi hozirgi kunga kelib, bu raqamli iqtisodiyot rivojlanib ketdi. Bu ya'ni raqamlashtirish, har bitta so'z, son hammasi raqamlashtirish va raqamlashtirish yordamida ma'lumotlarni tez uzatish, tez qabul qilish vujudga keldi. Natijada biz iqtisodiyot sohasida juda katta yutuqlarga erishdik. Endi raqamlashtirish, endi bilimlarni raqamli ravishda saqlash, ma'lumotlarni saqlash hammasi raqamlashtirilgan holda saqlana boshladi. Oldin kutubxonada kitoblar yozilib saqlangan bo'lsa, hozir ma'lumotlar hammasi raqamlashtirilgan yordamida saqlanmoqda. Endi bular miqdor hammasi shu yerda ko'rinib turibdi. Endi bu yerda virtuallashtirish degan tushuncha paydo bo'lgan. Virtuallashtirish bu nima edi? Raqamli iqtisodiyotda jismoniy va moddiy buyurtmalarni virtual ko'rinishda aylantirish mumkin. Demak, turli xil ma'lumotlarni sanoat, ijtimoiy, boshqarish va har xil sohalarga qo'llash mumkin. Bu virtuallashtirish deb ataladi. Ya'ni internet orqali ma'lumotlarni sotish mumkin, ma'lumotdan tashqari mahsulotlarni sotib olish, sotish, reklama xizmatlari, bank xizmatlari hammasini ko'rsatish mumkin. Bu virtuallashtirish tushunchasi bilan bog'liq. Dinamizm degani nima? Dinamizm bu tashkiliy tuzilmalar, yanada dinamik ish muhitini tashkil qilish va ularni ishlashga yordam beradi. Loyihalashtirishlar bor, bu ham dinamizmga kiradi. Yangi raqamli iqtisodiyotda ularni yangitdan dinamizm yordamida tashkil qilish mumkin. Xo'sh, keyingi esa integratsiya. Integratsiya degani nima degani? Integratsiya tushunchasi bu tushuncha global tushuncha bo'lib, butun dunyo, masalan, 95-yilgacha 20 ta raqamli hisob raqam bilan ishlardi. O'zbekistonda esa o'sha 9 ta raqam bilan biz o'sha integratsiya qilib, o'zimizning raqamlarimizni, hisob raqamlarimizni ham 20 taga olib keldik va butun dunyo bank sohasidagi bog'lanishlarni integratsiya qilib yubordik. Masalan, integratsiya degani biz o'sha qiladigan xizmatlarga moslashishimiz kerak. Dunyoga moslashishimiz haqida gap ketyapti. Keyingisi vositachilarsiz ishlash. Vositachilarsiz ishlash degani nima degani? Vositachilarsiz ishlash bu
vositachilarsiz ishlash bu korxonani to'g'ridan to'g'ri o'sha ishlab chiqaruvchi bilan birga ishlashini bildiradi. To'g'ridan to'g'ri birga ishlashini bildiradi. Bu ya'ni yo'q orada bironta odam bu mahsulotni sotib olib bizga sotishi mumkin. Yo'q, biz to'g'ridan to'g'ri internet orqali o'sha ishlab chiqaruvchi korxonaga bog'lanamiz va mahsulotlarni to'g'ri eng arzon tez olishimiz mumkin. Konvergensiya bu iqtisodiyotda yetakchi soha hisoblanadi. Aloqa, internet, texnologiyalar ularni hammasini o'z ichiga olib, ularda multimedia yaratish, qisqasi internetda ma'lumotlarni uzatish haqida gap ketyapti. Bu yerda innovatsiya degan so'zdan ham foydalanamiz. Innovatsiya degani raqamli iqtisodiyotda yangi mahsulotlarni, xizmatlarni paydo qilish, ma'lumotlarni saqlash, uzatish, ularni raqamlashtirish bu hammasi yangi bo'layotgan jarayonlar innovatsiya. Ishlab chiqaruvchi va iste'molchi munosabatlari. Ishlab chiqaruvchi bilan iste'molchi munosabatlari bir-biriga juda yaqin keladi bu yerda. Tovarni zavod ishlab chiqargan narxda olishimiz mumkin. Bunga ham bizga internet yordam beradi. Bu davlatlar chegarasidan chiqib ketdi. Mana shu yerdan Samarqanddan turib Rossiyadagi ma'lumotlarni tovarlarni sotib olishimiz mumkin. Bunda tovarlarni sotib oluvchi Amazon xizmati ham bor. Hozir bilasizlar, dunyoda Amazonda hamma narsa ma'lumotlar sotiladi. Bundan tashqari buyumlar ham. Mijozlar samaradorlik haqida gapiradigan bo'lsak, samaradorlik juda ham yaxshi. Natijada biz oladigan mahsulotni oldindan uning ko'rinishi, narxi, sifatini oldindan tekshirib ko'rib olamiz. Bormasdan turib, xarajat qilmasdan turib, internet yordamida. Bunda bizda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari juda katta yordam beradi. Samaradorligi ana shunda. Bu yerda birinchi borib kelish xarajatlari, uni gостиницада yotish, boshqa hammasi olinib, oldindan kelishib, biz bormasdan xarajatlar, transport xarajati, ko'p xarajatlardan tejab, birdan o'shani erishishimiz mumkin. Xo'sh, endi bu yerda globallashuv bor. Globallashuvda bu katta korxonalar masalan globallashib ketadi. Globallashib ketadigan korxonalardan Google, mana Microsoft, bilasizlar, keyin mana o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqaradigan Chevrolet, demak, GM, ular globallashib ketgan. Bir davlatda ishlagan vaqtida, keyin davlatni qoplab, ikkinchi davlatga hokazo dunyo bo'yicha globallashgan. Ular korxonalarning iqtisodiy ko'rsatkichlari ayrim davlatlarnikidan ko'ra foydasi kattaroq. Keyin kelishmovchiliklar ham bor. Bu yerda kelishmovchiliklar haqida gapiradigan bo'lsak, mahsulotlar qancha ko'p ishlab chiqarilgan, xizmatlar ko'payib ketgan sayin ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar o'rtasida kelishmovchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Lekin bularni hammasini kelishgan holda hal qilish mumkin. Albatta, hal qilinganda ular narxlarni o'sish va kamayishiga e'tibor berishimiz kerak. Bugungi o'tilgan mavzumiz mana shulardan iborat edi. Qisqacha ana shu mavzumiz mana shulardan iborat. Shu mavzuni shu ko'rinishda yoritib berdik.